Sanoqli kunlardan so'ng 2025-yil tarix zarvaraqlariga muhrlanadi. Quvonarlisi, ortda qolayotgan ushbu yil yurtimiz tibbiyotida eng esda qolarli yillardan biri bo'ldi. Ayniqsa sohani raqamli transformatsiya qilish, elektron sog'liqni saqlash axborot tizimlarining yagona kompleksini joriy etish, bu orqali aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini oshirish borasidagi ishlar butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Xususan 2025-yil 20 dan ziyod modulni o'z ichiga olgan Dimet yagona elektron axborot tizimining ishga tushirilishi sohadagi eng muhim yangiliklardan biriga aylandi. Bugunga kelib 37 million nafar aholining tibbiy ma'lumotlari dastur bazasiga kiritilib, yurtdoshlarimizning yagona elektron tibbiy kartasi MedID shakllantirildi. Natijada barcha tibbiy ma'lumotlar biometrik himoya ostida saqlanib, ularning xavfsizligi ta'minlandi. Yakunlanayotgan yilda tibbiyot sohasini raqamlashtirish bo'yicha ko'plab samarali ishlar qilindi. 53 ta axborot tizimining o'rniga, demak, yagona platforma ishga tushirildi. Dimet axborot tizimi sifatida, demak, tatbiq etildi. Bugungi kunda ham bemorlar uchun, ham shifokorlar uchun juda qulay dastur faoliyat yuritib kelmoqda. 26-yil qanaqa rejalarimiz bor? Demak, hozirda bemorlar uchun yana ham qulayliklarni va interaktiv xizmatlarni yo'lga qo'yish rejalarimiz bor. Bu 6 ta interaktiv xizmatni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan tashqari 10 dan ziyod sun'iy intellekt loyihalari bo'yicha ishlovlar aprobatsiya qilindi. Davlat rahbariga ham buni taqdimotlari o'tkazildi. Keyingi yilda kamida 5 tasini tizimda joriy etish rejalashtirilmoqda va hozirda bu bo'yicha ishlar amalga oshirib yuborilgan. Tibbiyotni raqamlashtirish borasidagi o'zgarishlar Sog'liqni saqlash vazirligida yangi boshqaruv va axborot tizimlarini joriy etishga zamin yaratmoqda. Xususan, vazirlik qoshida raqamli sog'liqni saqlash markazining tashkil etilishi natijasida tibbiy muassasalardan shaffof va ishonchli ma'lumotlarni markazlashgan holda yig'ish, qayta ishlash hamda analitik xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Qolaversa, ilgari qog'oz shaklda 28 ta ma'lumotnoma elektronlashtirilib, ularni inson omilisiz berish imkoni yaratildi. Ma'lumki, prezidentimiz joriy yil 10-noyabrda Toshkent davlat tibbiyot universitetiga tashrif chog'ida tibbiyotni raqamlashtirish muhimligini qayd etib, bu ishlar sur'atini yanada oshirish vazifasini topshirgan edi. Shu bois bugun raqamli islohotlar hududlarda izchil davom etmoqda. Xususan, o'tgan davrda raqamli sog'liqni saqlash markazining Samarqand filiali tashkil etilib, uning faoliyati davlatimiz rahbariga taqdimot qilindi. Shuningdek, ayni paytda markazning Jizzax, Buxoro va Qoraqalpog'iston Respublikasi filiallari tashkil etilib, ular orqali hududlarda raqamli sog'liqni saqlash yechimlari joriy etish, tibbiy ma'lumotlar bilan ishlash samaradorligini oshirish hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada yaxshilashga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Yakunlanib borayotgan 2025-yilda Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida raqamlashtirish yili bo'ldi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. 2025-yilda raqamlashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ulardan bittasi raqamli sog'liqni saqlash markazi tashkil etilganligi bo'ldi. Raqamli sog'liqni saqlash markazi bizga nima beradi? Raqamli sog'liqni saqlash markazi har bir hududdagi tibbiyot muassasalarini ish samaradorligini bizga ko'rsatib beradi. Bu esa o'z navbatida bizga kerakli chora-tadbirlar belgilashimizga imkoniyat yaratadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, tibbiyot muassasasiga keladigan qatnovdan boshlab o'sha bemorda har bir marshrutda tibbiyot muassasasiga murojaat qilishi, shifokor ko'rigidan o'tishi, laboratoriyaga tahlillar olinishi, natijalarni ko'ra olishi, barcha jarayonlarni to'g'ri yurayotganligini nazorat qilib bera oladi bizga. Shuningdek, o'tib borayotgan 2025-yil Yunusobod tumanida tajriba sinov tariqasida elektron retsept tizimining to'liq ishga tushirilishi natijasida ortiqcha dori yozish holatlari 40% ga kamaydi. Dori vositalarining aylanmasi shaffoflashdi. Mazkur tajriba asosida butun mamlakatdagi 12 ming dorixonaning 8 mingdan ortig'i, ya'ni 66% tizimga ulandi. Tibbiyot muassasalarida 70 dan ziyod qog'oz jurnal va blankalardan voz kechirilishi shifokorlar ish yuklamasini 30% ga yengillashtirdi. Laboratoriya tahlillari esa 3-5 daqiqada elektron shakllanib, natijalarni olish muddati 24 soatga qisqardi. Xulosa o'rinda aytganda, tibbiyotni raqamlashtirish borasidagi islohotlar tizimda korrupsion holatlarning oldini olish, byudjet mablag'larining maqsadli va oqilona sarflanishi ustidan nazorat o'rnatish, korrupsiya risklarini erta aniqlash va ularni bartaraf etish, tibbiy xizmat sifati va samaradorligini yanada oshirish, bu orqali aholining tibbiyotdan roziligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.